Allohga shukrlar bo'lsinki, mana bir oy Ramazon oyini ham eson omon nihoyasiga yetkazishlikka musharraf bo'ldik. Muborak oy, azizlar, siz u bizni yurtimizda va butun olamda fayz va futuh va shukuh bilan nihoyasiga yetdi. Ramazon Allohning rahmati, mag'firati yog'ilgan bir oy edi. Aslida Ramazon oyida qanchalik unumli foydalandik, nimalarga erisha oldik, bu Alloh taoloning o'zi biladigan bir ishdir. Lekin umid qilamizki, bir oy mobaynida xayrli ishlarni qildik, ibodatlarimizni qildik va umid qilamizki, Alloh bizni qilgan mana shu ibodatlarimiz ila gunohlarimizni mag'firat qilgay. Azizlar, endi bugun esa biz hayit bayramiga eson omon yetib keldik. Bugun Shavvol oyining 1-kuni, ya'ni Eidul Fitr, Ramazon hayiti bayramidir. Shu munosabat bilan eng avvalo siz azizlarni, siz orqali barcha oila a'zolaringizni, yaqinlaringizni va butun xalqimizni muborak Ramazon hayiti bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Alloh taolo xonadonlarimizga fayz, barakot, tinchlik, ofiyat ato qilsin. Kuni kecha muhtaram prezidentimizning muborak Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorlari e'lon qilindi. Unda belgilangan bu ulug' ayyom kunlarini xursandchilik bilan o'tkazish, mahallalarda o'zaro hurmat va mehr oqibat muhitini keng yoyish, ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish, yor va do'stlarni ziyorat qilish bo'yicha muhim tavsiyalar hayit kunlarini shod va xurramligida o'tkazishlikka muhim omil bo'ldi. Ha azizlar, hayit mana shunday bayram. Uni bayram qilishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Madina-i Munawvaraga kelganlarida Madinaliklarning xalqni bir bayram qilayotganini ko'rdilar. Bular nima qilyapti deydilar, bularda shu kunlarda bayram bo'ladi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom orzu qiluvdilar, bizda ham bir bayram bo'lsa dedi. Alloh taolo musulmon ummati uchun ikkita bayram berdi. Bu mana shu Eidul Fitr bo'lsa, ikkinchisi Eidul Adho, Ramazon hayiti va Qurbon hayiti. Mana hayit kunlari ayniqsa o'zaro bir-birimizni bayram bilan tabriklaydigan, bu kuni bayram qiladigan kun azizlar. Xursandchilik ulashadigan kun. Bayram qilinglar deb Alloh buyurdi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, bu kuni biz bir-birimizni bayram qilib tabriklashimiz kerak. Hatto Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa dedilar. Sen birodaringning yuziga tabassum qilib qo'yishliging ham uning uchun sadaqa dedi. Qarang, bir tabassum bilan muomala qilib qo'yishlik ham sadaqa deyaptilar. Demak, musulmon odam bir-biri bilan chiroyli muomala qilish kerak. Rasulimiz alayhissalatu vassalamdan bir kishi so'ragan ekan, islomdagi qaysi xislatlar a'loroq degan ekanlar. Eng a'loroq xislatlar qaysi deganda, bu Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlarki, islomda eng a'lo bo'lgan xislatlarning birinchisi taom yedirish, ya'ni ihson qilish kambag'alga, beva bechoraga va tanigan va tanimagan odamga salom berish debdilar. Salom berish, qarang, mana shu eng oliy darajadagi. Shuning uchun ham biz payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamda yo'llardan yurishligimiz, u zot va barakat kunu ibadallohi ikhwana deganlarni esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni Rasulimiz alayhissalom, ey musulmonlar, og'a-ini bo'lgan Allohning bandalari bo'linglar, bir-biringiz bilan aka-uka bo'linglar deyaptilar. Musulmon kishi birodaridan 3 kundan ortiq arazlashib yurishi halol emas. 3 kundan ortiq arazlab bo'lmaydi. Bugun hayit kuni mana shunaqa arazlashganlar yarashadigan kun azizlar. O'zi Ramazon ichida yarashish kerak edi. Boring, Ramazonda ham yarashmadi. Bugun hayit kuni bo'lsa ham borib yarashing. Uzr ma'zur qilib qo'ying. 3 kundan ortiq arazlashib yurishlikdan qaytardilar payg'ambarimiz alayhisalom. Hayit namozini ado etgandan keyin eng birinchi qiladigan ishimiz, yoshlarga nasihatimiz, ziyorat qiling. Birinchi bo'lib ota-onangizni. Birinchi bo'lib ota-onasi hayot bo'lganlar ziyorat qilsin. Ko'p yoshlar o'tiribsizda. Ehtimol bu gaplar erish tuyular,
bu domlalar juda ham ko'p ota ona haqida gapiradi deb. Balkim biz ham yoshligimizda bilmagandurmiz. Lekin ota onani bu yerda yoshi ulug'lar aytsin, yoshingiz katta bo'lganda sog'inganligingiz kuchayib borar ekan yoshlikdan ko'ra. Ota onangizni o'zingiz ota bo'lganingizda sog'inishni boshlaysiz. Katta bo'lganingizda sog'inishni boshlaysiz. Lekin unda kech bo'ladi. Hozir hayot bo'lganida qadriga yeting. Rasulimiz alayhisalomda bir hadislarni aytaymi sizlarga? Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan. Rasulimiz aytibdilar-ki, solih bir farzand ota onasiga mehr bilan qarab qo'ysa, Alloh unga har bir nazari uchun bitta mabrur hajni savobini beradi deyaptilar. Qarang, ota onangizga mehr bilan termilib qo'yishligingizda shuncha savob bor ekan, ularni ko'ynini olishligingiz, xizmatini qilishlikda qancha ajr bor ekan. Bugun hayit kuni ularni haqqiga duo qiling, borib ziyorat qiling. Agar uzoqda bo'lsa, hech bo'lmasa qo'ng'iroq qiling telefonda. Tabriklang, otajon, onajon, hayitingiz muborak bo'lsin. Men safarda bo'lib qoldim, kela olmay qoldim va hokozoni aytib ko'ynini oling. Ammo bu yerda bo'lsa imkoniyatingiz, albatta bu yerdan chiqib birinchi qiladigan ishingiz ularning duosini olish bo'lsin. Va ikkinchisi, hayit kunlarida bemorlar bo'lsa, bemorlarni ham ziyorat qilib qo'yish kerak azizlar. Chunki qarindosh, tanish bilish, mahalla ko'yda bemorlar bo'lsa, holidan xabar olish kerak. Imom Termiziy aytadilar-ki, bir musulmon boshqa bir betob musulmonni ertalab borib ko'rsa, albatta unga kechqurungacha 70 ming farishta salovat aytadi. Agar kechqurun kasalni ko'rsa, unga 70 ming farishta ertalabgacha salovat aytadi. Yana unga jannatda bir bog' yaratiladi dedilar. Bitta kasalni ko'rib qo'yishlik. Lekin biz kasalni ko'ramiz, kimni ko'ramiz aytaymi azizlar? Obro'li odamni, martabali odamni, ishimiz tushadigan odam kasal bo'lsa ko'ramiz, kambag'al emas. O'sha mahallamizda qarindosh urug'imiz ichida betob bo'lib turgani bo'lsa, ana o'shalarda albatta borib ko'rish kerak. Ana o'sha bugun hayit kunlari ularni ko'ynini olishimiz kerak. Bugun quvonadigan kun azizlar. Bu ulug' damlarni azaga, xafagarchilikka aylantirish kerak emas. Ba'zi xonadonlarda aza bo'lgan bo'lsa, ba'zi xonadonlarda o'lim bo'lgan bo'lsa, bugun hayit munosabat bilan Fotiha xonlikka aylantirib yuborish kerak emas. To'g'ri, o'tganlarni xotira qilish yaxshi, lekin bu xotira bayram kayfiyatiga ta'sir qilmaslik kerak. Aslida o'zi o'lim bo'lgan xonadonlarga borishlik qanday kelib chiqqan bilasizmi? Aslida yetimi bor xonadonlarda hayitdan avval payg'ambarimiz alayhisalom holidan xabar olib, ertaga bayram kuni bu yetimlar ham bayram qilsin deb borganlar. Bizda aksi. Hayit kuni motamga aylantirib yuboramiz. Yo'q, bu Alloh taolo bayram qil degan kunda bayram qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun siz azizlarni barchalaringizni bu ulug' bayramda yana bayramona kayfiyat so'ragan holda hammalaringizga muborak Eidul Fitr muborak bo'lsin deb qolaman.